Gap yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas. Ayollar vobshe birsizlar hozir. Sizlarga endi haligi maqtanish masu, sizlarga yaxshi ko'ringimiz kelaveradi-da. Anu aboy chataq sal mundiroq emasmi dadasi deb xiraqib ketadi hamma joyda. Butun yoshli olimlar to'g'rilab ketgan narsani xotin kishi buzib ketadi. Olimlar bilan remont qilasiz. Butun yoshli haliginaqa chizadiganlar kelgan Toshkentdan. Adas, buni aboy sal rangini qara ekan. O'zingning rangingga qara. Nima qilasan biz rangimizdan? Yo'q, o'shani ham o'ylayveramiz, almashtirsakmikan rostdan ham. Endi hazil bo'ladi, ayollarimiz doim mana shu er-xotinning ichidagi hazillar juda. Hani bolalar aralashib ketdi, ko'p kishi, bir kishi, ikki kishi, uch kishi, to'rt kishi, besh kishi bo'lib ketdik, Xudoga shukr, ko'payib ketdik. Eng yaqin er-xotin qachon do'st bo'ladi desangiz, 60-70 dan keyin. O'sha hozir 50 dan keyin boshlanyapti shekilli. Haqiqiy do'st bo'lasiz. Urushmaysiz. Yaxshi yotib turing. Dadasi 75-payshanba o'tib ketishi. Siz o'shanda ham jinnini yoqib olgan. Vaqt qara tez o'tishini. Vaqt ham o'tib ketyapti. Qizingni to'yi zo'r bo'ldi. Oldingidaqa bar yo'qol deyishlar yo'q. Nima? O polvon, bu yoqqa keling. Polvonga o'tib olgan o'sha ayollar. Polvon chaqir bu yoqqa deydi. Orqangizdan kelib qo'rqitsa ham, agar birov bo'lsa urib yorasiz, xotin bo'lsa senmiding deysiz. Ay, hazillashma. Chiroyli hazillar ko'payib ketdi-da. 2 o'g'lim bor edi, shukr. Bir qiz berdi 3-chisiga. Shuning uchun bosh xomiy bizga kiya berdi suyunchisiga. Baribir erkaklar, hojakalar, o'zimni do'stlarim, erkak zoti o'zingizni ehtiyot qiling. O'sha gap 3 kun yig'laydi xolos. Siz bolam deymiz, chaqam deymiz, erkakmiz, yuramiz, shuramiz. Iloyim kasal bo'lmaylik, sog'lik bo'lsin. Manaman degan dilbaringiz ham oyog'ingizni uqalashdan uyog'iga o'tmaydi, o'zingizni ehtiyot qiling. Doktorda oldidan xotini chiqib keldi. Adasi, yaxshi operatsiyadan chiqdimikin deb doktorda oldiga keldi. Doktor, erim yaxshimi? Deydi, doktor ko'rdi. Ha, xotini shumi dedi. Nima desam ekan? Ha, siz ayollarmisiz? Ha, ayollariman. Ha, eringiz yana bir 2 oycha yotadi. Reanimatsiyada. Ana keyin Aquamedline'ga o'xshagan alohida palatada qimmatida olib chiqamiz, aytda bir 6 oy yotadi. Hali xotin borgan sari. Ana undan keyin Zominda cho'qqisida bitta klinika bor. 3 kishi yotadigan. Hammasini haydaymiz, bitta o'yiz yotasiz. Ana undan keyin частный klinika Angliyaga olib ketamiz. Xotini voy. Zahali akamda sezibdi-da. Qazlashdim, yeringiz o'lgan debdi. Aytmaysizmi shuni? Tugatib yordingizmi? Sal qoldi-ya.